Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Insoniyat hayoti uchun eng muhim omil bo'lgan atmosfera havosini muhofaza qilish, uning sifat ko'rsatkichlarini esa ekologik normalarga mosligini ta'minlash bugungi kundagi eng global muammolardan biriga aylandi. Atmosfera havosining ifloslanishi inson, o'simlik, hayvonot, umuman oladigan bo'lsak, jamiki tirik mavjudotlarga zararli ta'sir ko'rsatadi va buni bugungi kundagi bizning mamlakatimizdagi changli havo misolida ham aytish mumkin. Konstitutsiyamizda aholining ekologik xavfsizligiga doir talablari belgilangan. Ayniqsa mana shu keyingi yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda aynan mana shu atrof muhit muhofazasi, ekologiyaga doir normalarni ortganligini kuzatamiz. Endi Asrorbek mana shu aynan mana shu huquqiy jihatiga ham to'xtalsak, chunki mana bugungi kunda ekologiyani, atrof muhit muhofazasiga qaratilgan ko'plab qonunlar va shu bilan birgalikda boshqa hujjatlar, me'yoriy hujjatlar, qarorlar, farmonlar qabul qilindi. Bularni hammasi mana shu bitta maqsadga qaratilgan. Bu ham bo'lsa mana shu ekologiya sofligini ta'minlash. Keling, mana shu siz bilan mana shu konstitutsiyamizda aholini ekologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan normalar, moddalarga to'xtalsak. Albatta, bosh qomusimiz konstitutsiyamizda inson huquqlarining eng oliysi, eng muhim sifatda fuqarolar O'zbekiston Respublikasi yashovchi aholi toza ekologik muhitdan bahramand bo'lish, foydalanish, umuman olganda ekologik xavfsizlikka kafolat sifatida belgilangan inson huquqlari sohasida endi yangilangan konstitutsiyamiz bevosita bugungi kunda jahon afkor ommasida inson huquqlarini ta'minlaydigan, inson huquqlariga qaratilgan bir yangi bir qomus sifatida e'tirof etilyapti. Mana 2023-yil 1-maydan kuchga kirgan konstitutsiya bevosita inson huquqlarini belgilab kelyapti. Oldingi tahrirdagi konstitutsiyaga qaraydigan bo'lsak, 16-moddadan 52-moddagacha edi. Hozirgi kunda esa o'sha 17-modda, 19-moddadan to 80-moddagacha ko'rgan va ichida o'sha moddalarda davlat ekologik himoyani ta'minlab beradi. Toza havodan fuqarolar nafas olish yoki umuman olganda o'sha ekologik barqaror bo'lgan muhitda yashashga haqlidirlar degan normalar qo'yilgan va shu bilan birgalikda fuqarolarning huquqlari bilan birgalikda majburiyatlar va burchlar ham konstitutsiyada aniq belgilab qo'yilgan. Fuqarolar atrof muhitga namunali tarzda munosabatda bo'lish kerak degan masala. Mana ekologiya qo'mitasi vakilini biz statistikalarni ko'rdik. Bevosita 500 dan ortiq, 400 dan ortiq ekologiyaga zarar ko'rsatgan korxonalar haqida gap boryapti. Qolaversa katta-katta zavodlar haqida fikrlar boryapti. Bularning barchasi bevosita konstitutsiyadagi o'sha belgilangan majburiyat, burchga qaysidir ma'noda zid harakat qilib, shu sababdan ham ma'muriy javobgarlik, kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortish masalasi qo'yilgan. Umuman olganda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda atrof muhitni muhofaza qilish borasida normalar soni oldingisiga nisbatan 2 barobar oshdi va fuqarolarning huquqlarini yana ham ta'minlashga xizmat qildi. Endi hamma xohlaydi ekologik toza muhitda yashashni, chunki bu tozalik sog'lik garovi. Ertaga o'sha ekologik vaziyat og'irlashgan tufayli turli kasalliklar, hech kimda uchramaydigan yangi turdagi kasalliklarning yosh chegarasi ancha pasayishi holatlari yuz beryapti. Bevosita qarorlar, ya'ni 127-sonli prezident farmoni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasida ekologik barqarorlik ta'minlash va ekologiya sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan va bu borada oldin mana bizga ma'lumki 2022-yil ekologiya qo'mitasi tugatilib, Madaniyat vazirligi bilan birgalikda, Turizm qo'mitasi bilan birgalikda alohida bir vazirlik bo'lgan edi. Ya'ni Turizm qo'mitasini ekologiya, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishi vazirligi tashkil qilingan edi. O'tgan davr mobaynida Vazirlar Mahkamasi tarkibida bo'lgan bu vazirlik qator aytaylik vakolatlarni amalga oshira olmadi-da. Qaysidir ma'noda mana tumanlarda, shaharlarda daraxtlarni ekish, ularni ko'paytirish, kesish nazorati hokimiyatlar qo'lida edi. Ya'ni kimdir qurilish qilmoqchi bo'lsa, bir yangi bir bunyod qilingan, ya'ni eskidan o'sha tabiiy muhit hisoblangan yo'l bo'ylaridagi, turli hududlardagi daraxtlarni kesish orqali hokimiyatdan ruxsatnomani olib, u yerga har xil aytaylik magazin qurish, turli to'yxonalar qurish va hokazo kuchayib ketib, oqibatda minglab, millionlab desak ham bo'ladi, O'zbekistondagi yashil hududlar barbod bo'ldi va qator aytaylik o'sha obodonlashtirish bahonasida aytaylik o'sha daryo bo'ylari yoki ma'lum bir aytaylik o'sha ko'l bo'ylarida aytaylik o'sha ko'ngilochar maskanlar tashkil qilish maqsadida o'sha ko'llar qisqartirilyapti. Bularda hammasi mana yuqorida aytilganidek
endi qaytilyapti shunga, ya'ni eski qilingan xatoni to'g'rilash maqsadida qaysidir ma'noda bunga e'tibor qaratilyapti va o'sha 127-sonli prezident farmoni bilan ekologiya qo'mitasi alohida prezidentga bo'ysunadigan alohida qo'mita sifatida tashkil etildi, ya'ni ekologiya xavfsizligi bo'yicha qo'mita, eko qo'mita deyiladi. Va shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzurida prezident administratsiyasida alohida ikkita bo'lim tashkil qilinyapti. Ya'ni prezidentning ekologik barqarorlik va tozalik bo'yicha prezident maslahatchisi bo'limi va shu bilan birgalikda o'sha ekologik barqarorlik ta'minlashga qaratilgan yana bir bo'lim tashkil qilindi. Va ekologiya vaziri, ya'ni eko qo'mita vaziri, shu bilan birgalikda qo'mita rahbari O'zbekiston Respublikasining prezident maslahatchisi sifatida belgilanyapti. Va shu bilan birgalikda yana bir quvonarli holat, hali yuqorida aytib o'tdim, hokimiyatlarga bo'ysunadigan, hokimiyatlarga qaraydigan eko politsiya, ya'ni eko nazorat endi to'liq eko qo'mitaning ixtiyoriga o'tyapti va hokimga hech qanday hisobdor bo'lmasligi, ijroiya organga qaysidir ma'noda faqat eko qo'mita rahbariga bo'ysunishi belgilanyapti. Bularning barchasi o'zini manfaati yo'lida, o'zini aytaylik o'sha bir manfaatni amalga oshirishda hokimliklarda daraxtlarni kesish yoki ma'lum bir joylarni qisqartirish, yashil makonni to'g'ri yo'lga qo'ymaslik masalasi qo'yilyapti. Shu bilan birgalikda mana ko'rishimiz mumkinki, albatta O'zbekiston fuqarolari huquqiy savodxonlik bilan birgalikda eko madaniyat, ekologik huquqni ham bilishlari kerak. Mana yuqorida aytib o'tildi, 500 ta holatda deyildi Toshkent shahrining o'zida o'sha chiqindilarni, chang chiqaradigan aytaylik o'sha mahsulotlarni toshishda, ya'ni ustini yopmagan holda harakatlangan. Tezlikda ketayotganda harakatda qumda demak ta'siri tushadi, boshqa bo'lib ham ta'sir qiladi. Va biz ham o'sha hududimiz qaysidir ma'noda cho'llik atrof bilan o'ralganmiz. Endi faqat mana O'zbekistonning o'sha shimoliy tomonida bir paytlar Orol bo'lardi, 60-yillardan keyin quridi. Hozir mana yangi jumla ishlatildi, Orolqum degan, ya'ni Qizilqum, Qoraqum, Orolqum degan 55 ming gektarli, har yili 100 ming tonna chang va tuz samoga ko'tariladigan bir Orolqum degan cho'l paydo bo'lganda, bu vaziyatda albatta har bitta fuqaro o'sha konstitutsiyada belgilangan normalarga, konstitutsiyada belgilangan burchlarni bajarishga qolaversa, davlat ham o'sha fuqarolarni toza ekologik muhitdan bahra olishiga sharoitlar yaratib berish kerak. Bular barchasi asoslangan. Albatta bu ko'rilayotgan chora-tadbirlar, mana shu komissiyani olib borilayotgan faoliyati o'zini samarasini bermay iloji yo'q, chunki bu yerda juda ham katta bir masshtabda ishlar amalga oshirilyapti. Bu albatta vaqtinchalik degan fikrimiz bor, chunki bu ko'rilayotgan chora-tadbirlar, mana shu shaharni yashillashtirish, ko'llarni ko'paytirish, bu mana shu kelajakdagi bo'ladigan mana shunday holatlarni oldini olishga ham xizmat qiladi. Asrorbek, sizga kelganingiz uchun rahmat deymiz. Bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Muhtaram tinglovchilar, bizni bugungi mehmonimiz Jamoat xavfsizligi universiteti dotsenti Asrorjon Sattorov bo'ldilar. Ushbu dasturni esa men Gulmira Otajonova olib bordim. Keyingi loyihalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.